Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taologa beadad hamd va sanolar, Rasulimiz, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qora dona o'limdan boshqa har bir dardga davodir deb marhamat qilganlar. Ikki shayx, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim hamda Imom Termiziylar bu hadisni rivoyat qilganlar. Qora sedani aslida uzoq yillardan beri nabaviy tabovatda insonlar foydalanib keladi. Hozirgi zamonaviy shakli esa o'sha insonlarga qulay, ya'ni kapsula qilib chiqarilgan, iste'mol qilish uchun juda ham qulay bo'ladi. Yoshi katta insonlar uchun alohida kapsulalar va yoshi kichik bolalar uchun ham alohida kapsulalar chiqarilgan. Chunki immunitetni mustahkamlashda bolalar uchun kerakli bo'ladigan vitaminlar jamlangan. Biz